В Узбекистане мужчина позвонил в 102 и пожаловался на Дональда Трампа. Вот его полный разговор. Donald Trump ustidan. Nima qildi? Donald Trump ustidan deyman. Donald Trump ustidan? Ha? Donald Trump bizning davlatda yashamaydi. Shu ariza qabul qiling. Hop, qaysi rayonda yashaysiz? Qo'yovning qayerda yashashimi? Venesuela prezidentini o'g'irlab ketibdi. Hurmatli fuqaro, siz qayerda yashaysiz? Oqbuyurada. Qayerda? Meni nima qizig'im bor? Sizga mana aytyapman, Srochniy bugun Men sizga aytyapman. Venesuela prezidentini